qo'rqinchli masalani savol berishyapti. Ya'ni isroillik bir odam deyapti, hozir shuni. Shimon Riklin degan bir odam bor ekan, boshlovchi ekan. 14-kanal boshlovchisi ekan. Isroillik shu odam Eronga nisbatan neytron bombasini ishlatishni taklif qildi degan xabar chiqyapti. Albatta. Bu bor narsami? Bu xabar chiqdimi rostdan? Bor. Hozir bir muxlis juda ko'p yozdilarda shu narsani. Radio to'lqinli bomba bu, juda xavfli bu. Bu hozir ya'ni isroillik teleboshlovchi shuni taklif qilyapti hozir. Bu ikkita siyosatchiga taklif qildi. Bittasi birinchisi Ben-Gvirga, bilamiz, o'sha hammamiz taniq xavfsizlik vaziri Ben-Gvirga aytdiki, neytron bombani biz Eronda ishlatishimiz kerak. Neytron bomba shunaqaki katta binolarni buzib tashlamaydi-da, radio to'lqin odamlarni, ya'ni hamma tirik jonlarni yo'q qiladigan, o'ldiradigan juda xavfli qurol. Demak, bundan xulosaga kelish mumkinki, yadro qurolidan tashqari, demak, o'sha neytron quroli ham Isroilda bor ekanligini. Demak, bu jurnalist ikkita vazirga savol berdi va ikkalasi ham, masalan, Ben-Gvir bunga kulib javob berdi. Bu oxirgi choramiz bo'lishi ham mumkin qabilida. Lekin afsuski, qarang, agar mana shu fikr Eron tomonidan aytilganda nima bo'lardi bugun? Mana rejimning basharasini ko'r derdi butun dunyoga. Ayniqsa liberallar. Hamma joyda to'lib ketardi o'sha intervyuni va kerak bo'lsa Amerika Kongresi, Senati butun dunyoga qayta 100 martalab kerak bo'lsa ko'chalarga qo'yib tashlanardi. Mana ko'rib qo'yinglar Eronliklarning yuzini degandek. Lekin afsuski bu holat Isroilga kelganda ishlamaydi. Haqiqatda Isroil tan olib aytaylik. Mana shu bombami shu? Ha, ikkita bombani ishlatishga tayyorgarlik ko'rayapti. Yoki neytron bombani agar juda o'zi maqsadga erisha olmaydigan bo'lsa, hattoki taktik yadro qurolidan foydalanish imkoniyatlarini ham ko'rayotganligini bugun Rossiya razvedkasi u yoki bu darajada ma'lumotlarni sizdirib chiqara olayapti. Shunga qaraydigan bo'lsak, to'g'risini aytishimiz kerak, Yaqin Sharqdagi vaziyat hali juda tinch emas. Avvalo Alloh taoloni o'zi asrasin bunday qurollardan, bunday yovuzliklardan, lekin agar Isroil tobora junbushga kelib, mana bunday mag'lubiyatlar ortib boradigan bo'lsa, tasavvur qiling, ikkita frontda, uchta frontda ham, ya'ni G'azo frontida, Erondan borayotgan raketalar frontida va Hizbolloh frontida, uchalasida ham demak jiddiy zarar ko'ryapti. G'alabasi yo'qqa chiqayotgan Isroil albatta nima deydi? Oxir oqibat alamga chiday olmasdan bunday xavfli qurollarni ishlatish ehtimoli borligini bugun dunyoning ko'plab ekspertlari aytayapti. Albatta o'ta xavfli. Hamitaga bir kuzatuvchi savol berdilar. Dunyoda bo'layotgan harbiy mojarolar boshqa tinch mamlakatlarning ichki va tashqi siyosatiga ham ta'sir ko'rsatadimi? Masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlarining ichki siyosatiga ta'sir o'tkazadimi hozirgi bo'layotgan ishlarda? Agar shu davlatlarning rahbarlari oqil bo'ladigan bo'lsa, bu narsa haqida o'ylash kerak, albatta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu lokal chayqalish emas, global chayqalish bu davri hozir. Shuning uchun, ya'ni hozirgi rahbarlar qaysi tafakkur tarzi ustun kelayotganligi, bundan keyin ham shu tafakkur tarzi ustun kelishini o'ylash kerak. Ya'ni kimning atrofida qaysi xalq birlashyapti va bu qanday erishildi bu narsalarga? Qaysi nima rejim, qanday davlatlar vahshiyligini ko'rsatyapti? O'ylash kerak bu narsalarni. Albatta ta'sir ko'rsatadi. Bu yaxshi savol. Shuning uchun bu ayniqsa mana bizlarga umuman siyosiy tafakkur nuqtai nazaridan uzoq bo'lmagan Rossiya Ukraina o'rtasidagi urushni olamiz. Bizga din nuqtai nazaridan uzoq va tarix nuqtai nazaridan uzoq bo'lmagan ko'p yillar Eronni turkiylar boshqargan. U Eronliklardan ko'proq turkiylar boshqargan deyish ham mumkin buni. Oxirgi yillarni oladigan bo'lsak, 100 yilliklarni. Shuning uchun mening nazarimda bu narsalarni jiddiy o'ylash va hozirdan albatta harakatlar boshlangan bu masalalarga va bu jarayonlarda xalqni qo'shishning qanday ahamiyatli ekanligi ham ko'rinib turibdi. Rahmat. Keyingi savol shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz.